bittasi adashmasam kattaroq summa to'lab ketgan, hali ham ana pulini oldindan to'lab ketganda, lekin haligacha tishini qildirmaydi. Telefon qilaman, qachon kelasiz deyman, kelmaydi. Nima qildirish kerak bo'lgan o'zi? Plomba qo'ydirish kerak bo'lgan, tish qo'ydirish kerak bo'lgan. Общий davolashda. Общий davolash qilish kerak bo'lgan. Pulini oldindan hammasini to'lab ketgan, lekin haligacha telefon qilaman, kelmaydi. Mabodo shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, iltimos aka, keling tishingizni qilib beringlar. Qancha vaqtdan beri kelmaydi? 3-4 oy bo'lgan. 3-4 oy. Oldindan to'lagan 3-4 oydan beri hali kelgani yo'q. Yo'q, 3-4 oy emas, 1-2 yil bo'lyapti adashmasam. 1,5 yil to'shni bo'lyapti. 2 yilga bormadi, lekin 1,5 yil to'shni bo'lyapti. Ish shunchalik ko'pmi? Yo'q, bozorda ishlaydi. Ha. Shunaqa vaqti bo'lmaydi. Lekin eng qizig'i pulini oldindan to'lab ketganda. Haligacha kelmaydi. Shunaqa klientlar ko'paysin. Shunaqa klientlar ko'paysin. Ana ishini qilmasdan turib pulini bersa oldindan. Zo'r.